Amir Avtosavdoda arzon Eneptek Nexus 2 mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 motorda super konditsioner ekan. Konditsioner mayda zapchastlari kamroq ekan. Bir qator quvosani lyuks konditsioner bo'ladi. Mashina yomon emas, zo'r holatda turibdi. 2009 polniy kraskaga rozili 511 ming kilometr masofani bosib o'tibdi mashina. Lekin choklari yaxshi holatda turibdi. To'rtta borlari yaxshi. Salon qismlarini ham ko'rsataman. Salonlari ham akkuratni bo'lib turibdi. Rol qo'yilgan. Yaxshi chexollar, Evecordan ko'rish solingan, magnitofon, kolonkalari bor, video registrator, pult uстановка qilingan, metan gazlari bor. Mashinada to'rtta eshigi ham shumka bo'lgan ekan. Kuzovi tiniq holatda turibdi. Bufurda majida chaqachuqlari bor. O'zini uchun qildirib olsani yaxshi holatga keladi. Mashina 50 nomerda sizlar xohlagan hujjat bo'ladi. Texnik holati ham yaxshi holatda ekan. Bemalol kelib minib ko'rib, proverka qilib tekshirib olasizlar. Asosiysi narxi zo'r bo'ldi. 2009-yil 1.6 motor super mashina. $2250